Victus modelini obzor qilib beramiz. Yengli korobkada dokument bo'ladi. Bemalol zakaz versiyalar bo'ladi. Ko'rsatib obzor qilib beramiz. Parametrlar bilan. Yengli bo'ladi upakovkada. Ofitsialniy garantiyalar bilan qilib beramiz. Reklamasi zo'r, topga chiqqan, ko'pchilik juda ham ishlatib, yaxshi taassurotlar qoldirgan notebookimiz. HP Victus modeli i5 13 pokoleniya 13420H protsessor bo'ladi. Ekran 15.6 Full HD IPS 144 Hz bo'ladi. Operativka RAM 8, 512 SSD bo'ladi. Qo'shimchasiga RAM ham bemalol qo'shsanglar bo'ladi, kuchaytirsa bo'ladi 32 operativkagacha. SSD ham ehtiyojga qarab turib qo'shsa bo'ladi bemalol. Подсветка klaviaturasi bor, tungi paytda sun'iy knopkalar обязательно qo'shilgan. 2025 modellari, yangi chiqqan modellar. Type-C portlari bor, LAN porti bor, HDMI hammasi bor. Bemalol zakaz versiyalar bo'ladi, yetkazib berishimiz bepul.